Assalomu alaykum barchaga. Ismim Sherzod, JL o'quv markazi asoschisiman. Ro'ppa-rosa 8 yil oldin aynan mana shu binoni ikkita kichkina xonasida o'z rasmiy faoliyatimizni boshlaganmiz. Biz o'quv markazimizni ochishda juda ham ko'plab o'ylanganmiz, ikkilanganmiz, chunki juda ham ko'plab yoshlar aynan shahar markazida tahsil olishgan. Lekin bu yerning o'sha paytdagi rahbari Sardor aka Tursunov bizga bildirgan ishonchlari va takliflari tufayli biz o'rtog'im bilan aynan mana shu o'quv markaziga asos solganmiz va o'z rasmiy faoliyatimizni boshlaganmiz. Biz birinchi faoliyatimizni aynan mana shu binoda boshlaganmiz. Dastlab bu bino umuman boshqacha bir holatda bo'lgan, lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ta'mirdan chiqib, hozirda kasb-hunar maktabi bolalari bu yerda tahsil olishmoqda. Mana shu bino texnikumning binosi bo'lgan va biz bu yerda ikkita xonani ijaraga olib birinchi faoliyatimizni boshlaganmiz. Va o'sha paytda bizga bu yer rahbarlari parta stolni berishgan, hattoki bizda printer ham bo'lmagan. Va biz bu yerni o'zimiz remont qilib, ya'ni o'sha qaydir joylarni o'zgartirib bo'lib, biz bu yerda xonalarni tashkil qilganmiz va birinchi bo'lib mana shu yerda dars olishni boshlaganmiz. O'sha paytda ochilishdan avval maktablarga borib, o'zimiz har bir maktabga borib o'quvchilarni jalb qilganmiz. Va bu orqali birinchi marotaba aynan faoliyatimizni boshlaganimizda 30 ta o'quvchi bilan boshlaganmiz. Va o'sha paytda birinchi bo'lib o'sha Granted Language o'quv markaziga asos solingan. Bu yerda biz taxminan 2 yil 120 ta bola bilan o'z faoliyatimizni yuritib kelganmiz va ma'lum bir sabablarga ko'ra biz bu yerdan boshqa bir joyga ko'chishga majbur bo'lganmiz. 2018-yili mart oyida aynan mana shu binoga ko'chib kelganmiz va mana shu yerda ikkita xonani ijaraga olib o'zimizni faoliyatimizni davom ettirganmiz. O'sha paytda taxminan 120 ta talaba va 4 ta o'qituvchilar bilan ishimizni yuritganmiz va topgan sarmoyalarimizni odatda mana shu yerni remont qilish uchun sarflab kelganmiz. 2018-yil yoz oylari o'quvchilarimiz soni 400 nafarga yetdi va o'sha paytda biz kun bo'yi 10 ta guruhga dars berishimizga to'g'ri kelgan. Afsuski keyingi yili karantin boshlanganligi tufayli biz o'quv markazimizni 1 yilga yopishga majbur bo'lganmiz. Lekin shunda ham to'xtab qolmay biz binoni qolgan qismini olib remont ishlarini davom ettirganmiz. Karantindan keyin 2021-yilda o'quv markazimizni qayta ochganmiz va o'quvchilarimiz soni ko'payishni boshlagan. Ya'ni 2022-yilda o'quvchilarimiz soni 1000 dan ortgan va o'qituvchilarimiz soni 20 dan oshgan. Keyingi yillar davomida o'quvchilarimiz soni 1,5 mingdan oshdi va hozirda bu o'quvchilar bilan 30 dan ziyod o'qituvchilar va 5 ta xodimlar ishlab kelmoqda. Oldingi o'qish sistemasini o'zgartirib, o'quvchilarimizni yangilangan Cambridge University Press tomonidan ishlab chiqilgan tizimda o'qitishni boshladik. Bu tizim orqali biz o'quvchilarga nafaqat so'z yodlash, grammatikani o'rganish, balki de speaking, writing, reading, listening qobiliyatlarini oshirishga e'tibor berib kelmoqdamiz. Shu kungacha bizning o'quvchilar turli xil natijalarga erishmoqda, ya'ni bizda hozirgi kunda 300 dan ortiq 7+ olgan talabalar, 1200 dan ortiq 6+ olgan talabalar va hamda sanoqli 8 olgan o'quvchilarimiz ham mavjud. Va hozirgi kunda bizning 50 dan ziyod o'quvchilarimiz chet elning top universitetlarida o'qib, tahsil olib kelishmoqda. To'g'risi o'zim ham ishonmagandim, lekin biz atigi ikkita kichkina xonadan shunaqangi katta o'quv markaziga aylandik. Bugungi aytmoqchi bo'lgan eng muhim yangiligimiz, biz o'quv markazimiz nomini Granted Language dan Speaking ga o'zgartirdik. Special so'zi Special Education so'zlari qisqartmasi hisoblanadi va biz o'quv markazimizga jo'shqinlik, shijoat ramzi bo'lgan qizil rangni tanladik. Special o'quv markazimiz rivojlanishi uchun oldimizga juda ham katta maqsadlar qo'ydik. Hozir men sizga shu haqida aytib beraman. Biz ITB bilan shartnoma qilib, endilikda Uchqo'rg'on yoshlari uchun Uchqo'rg'onda IELTS imtihonini o'tkazmoqchimiz. Ya'ni endi Uchqo'rg'onlik o'quvchilar shahar markaziga borib emas, balki de Uchqo'rg'onning o'zida IELTS imtihonini topshirish mumkin. Special o'quv markazimiz uchun yangi mobil ilovani yaratishni maqsad qildik. Bu holatda o'quvchilarimiz qolib ketgan vazifalarini onlayn bajarishga imkoniyatlari bo'ladi. Bundan tashqari biz ota-onalar uchun maxsus CRM tizimini ishlab chiqmoqchimiz. Bu orqali ota-onalar o'zlarining farzandini doimiy tekshirib borishlari mumkin bo'ladi. Shu paytga qadar ba'zi o'quvchilarimiz IELTS dan 8 ballni qo'lga kiritishgan edi. Endilikda biz o'quv markazimizda 8,5 va 9 natijalarini chiqarishni niyat qildik. O'quv markazimizda tahsil olib, IELTS dan 8 dan yuqori olgan talabalarni taqdirlash maqsadida o'quvchilarimiz uchun Dubay yo'llanmasini va ustozligiga 100 AQSh dollarini berish tizimini yo'lga qo'ydik. Biznes egalari va davlat xodimlari uchun alohida ingliz tili kurslarini ochishni maqsad qildik. Bu kurs tezlashtirilgan bo'lib, bunda asosan biz speakingga urg'u beramiz. Shu yilning sentyabr oyida biz o'zimizning ikkinchi filialimizni ochmoqchimiz va yangi filialimizning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Oldimizga shunday katta maqsadlarni qo'ydik. Bu maqsadlarga birgalikda erishamiz. Special dreams come true.